Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Bugungi sana 26-oktyabr. Sizni o'zgarishlar, sezgirlik va yangi imkoniyatlarga to'la kun kutmoqda. Keling, bugun yulduzlar sizga nimalarni va'da qilayotganini birgalikda bilib olaylik. Qo'y burchi vakillari, bugun sizni omadli, iliq va g'ayratga to'la kun kutmoqda. Hayotingizda go'yo hamma narsa o'z o'rniga tushayotgandek tuyuladi. Ish joyingizda yaxshi natijalar kutishingiz mumkin. Sizning mehnatingiz e'tirof etiladi va kayfiyatingiz ko'tariladi. Yaqinlaringiz bilan o'tkazilgan har bir daqiqa sizga iliqlik baxsh etadi. Bugun ortiqcha o'ylamasdan hayotning mayda quvonchlaridan zavq olishni unutmang. Mazali taom, yoqimli suhbat yoki shunchaki tinchlik, bular sizga kuch beradi. Sizda yangi narsalarni sinab ko'rish, yangilik qilish ishtiyoqi uyg'onadi. Munozaralardan chetda bo'ling, ko'proq tabassum qiling va bugunni esda qolarli o'tkazing. Yolg'izlar uchun kutilmagan uchrashuvlar, munosabatdagilar uchun esa iliq, samimiy suhbatlar kutilmoqda. Moliyaviy jihatdan ham barqarorlik seziladi. Ortiqcha xavfga bormasangiz, ba'zi foydali imkoniyatlar paydo bo'lishi mumkin. Umuman olganda, bugun siz uchun iliq hislar, ijobiy voqealar va yangi ruhiy kuch kuni bo'ladi. Buzoq burchi vakillari, bugun sizni biroz aralash hissiyotlar kutmoqda. Bir tomondan tinchlik va barqarorlikni xohlaysiz, boshqa tomondan esa yangilik va o'zgarishlarga intilasiz. Shu bois bugungi kunda qaror qabul qilish sizga biroz og'ir kechishi mumkin. Ammo ichki sezgingiz sizni to'g'ri yo'lga boshlaydi. O'zingizga ishoning. Ish joyingizda sizni sinovli vaziyatlar kutishi mumkin. Shoshilinch qarorlar qabul qilishdan saqlaning, chunki keyinchalik afsuslanishingiz mumkin. Har bir masalaga xotirjamlik bilan yondashing. Shunda eng to'g'ri yo'lni topasiz. Sevgi masalasida ham o'zgarish istagi kuchli. Munosabatda bo'lganlar suhbat va tushunish orqali yaqinlashadilar. Yolg'iz buqalar esa yangi tanishuvlarga ochiq bo'lishlari kerak. Lekin yurakni shoshirmaslik lozim. Hamma narsa o'z vaqtida bo'ladi. Moliyaviy jihatdan bugun sabrli bo'lish muhim. Keraksiz xaridlardan tiyiling. Lekin o'zingizni kichik bir narsa bilan quvontirish zarar qilmaydi. Umuman olganda, bugun siz uchun muvozanatni topish, o'zingizni tinglash va to'g'ri qaror qabul qilish kuni bo'ladi. Egizak burchi vakillari, bugun siz o'zingizga chuqurroq qaraysiz. Ichki ovozingiz sizga hayotingizda nimadir yetishmayotganini aytayotgandek bo'ladi. Shu sababli bugun siz uchun eng to'g'ri yo'l o'ylab, tahlil qilib, nimalar sizni rostdan baxtli qilayotganini aniqlashdir. So'nggi paytlarda sizda o'zgarish istagi kuchaygan. Endi esa bu istak amaliy harakatga aylanishi mumkin. Sevgi sohasida ochiq suhbatlar kutilmoqda. Agar siz munosabatda bo'lsangiz, bugun yuragingizdagi hamma gapni aytishga tayyorsiz. Dastlab tushunmovchiliklar bo'lishi mumkin, lekin keyinchalik bu halollik sizni yaqinlashtiradi. Yolg'iz egizaklar uchun esa bu kun uchrashuv va kutilmagan his-tuyg'ularni olib kelishi mumkin. Bir qarash, bir tabassum va yurak tez ura boshlaydi. Ishda sizni ilhom va qat'iyat bosib oladi. So'nggi haftalardagi charchoq yo'qoladi, o'rnini ishonch egallaydi. Biroq bugun qo'lga tushgan imkoniyatni darhol ushlashga shoshilmang. Uni diqqat bilan o'rganing. Moliyaviy tomondan barqarorlik saqlanadi, lekin siz yanada ko'proq natija istaysiz. O'ylangan qarorlar sizni yanada ishonchli yo'lga olib kiradi. Bugun siz uchun kalit so'z tinchlik orqali o'sish. Qisqichbaqa burchi vakillari, bugun siz uchun biroz ichki izlanishlar kuni bo'ladi. Siz hayotingizda barqarorlik va ishonchni xohlaysiz.
Lekin hozircha bu tuyg'uni to'liq his qilmayapsiz. Go'yo yuragingizda nimadir joyiga tushmayotgandek. Ammo bu holat sizni to'xtatmasin. Vaqt o'tishi bilan hammasi o'z o'rniga tushadi. O'tmishdagi tajribalaringiz sizni to'plagan. Shuning uchun bugun atrofdagilarning maslahatlarini ham diqqat bilan eshitish foydali bo'ladi. Sevgi hayotida esa kichik sovuqqonlik sezilishi mumkin. Agar siz munosabatda bo'lsangiz, bugun kayfiyatingiz pastroq bo'lib, o'zingizga ko'proq vaqt ajratishni xohlaysiz. Bu holat vaqtincha, shunchaki ichki tinchlikka ehtiyoj bor. Yolg'iz qisqichbaqalar esa yuraklaridagi eski og'riqlarni eslashadi. Lekin aynan bugun ular bilan xayrlashish uchun qulay kun. Ishda siz iliq muhit yaratishga intilasiz. Hamkasblaringiz bilan samimiy suhbatlar ish kayfiyatini yaxshilaydi. Kutilmagan ijobiy natijalar yaqin orada paydo bo'ladi. Faqat sabr kerak. Moliyaviy jihatdan holatingiz barqaror, lekin siz hali to'liq mamnun emassiz. Bugun eng to'g'ri yo'l shoshmasdan, sekin, ishonchli qadamlar bilan oldinga yurishdir. Arslon burchi vakillari, bugun siz uchun o'zgarishlar kuni. Ichingizda uzoq vaqtdan beri jim turgan kuch uyg'onadi. Hayotingizga yangi yo'nalish, yangi ma'no kiradi. Siz nihoyat yuragingizni tinglaysiz va nima sizga haqiqiy baxt olib kelishini aniq his qilasiz. Shu jarayonda eski odatlar, sizni to'xtatib turgan narsalar asta-sekin yo'qoladi. Bugun yolg'izlik sizga tinchlik olib keladi. Siz atrofdagi shovqinlardan uzoqlashib, o'zingizni qayta his qilasiz. Bu jimlik sizga o'zingizni anglash imkonini beradi. Agar juftlikda bo'lsangiz, bu damlar sizni yanada kuchli qiladi. Yolg'iz bo'lsangiz, sizni ortga tortayotgan ichki to'siqlarni tushunib, ularni yengish yo'lini topasiz. Ishda esa siz o'z qobiliyatingizni to'liq namoyon etish istagidasiz. Hayotingizda yangi bosqich boshlanmoqda. U sizdan qat'iyat va ishonchni talab qiladi. Bugun siz qadam tashlasangiz, bu qaror tez orada sizni yuqoriga olib chiqadi. Moliyaviy jihatdan barqarorlikni his qilasiz. Sizning mehnatkashligingiz va ehtiyotkorligingiz kelajakda o'z samarasini beradi. Kun oxirida esa siz ichki sokinlikka erishasiz. O'zgarishlar sizni cho'chitsa ham, aslida ular sizni yangi hayot, yangi baxt sari yetaklayapti. Parizod burchi vakillari, bugun siz uchun hayotning quvonchli va yorqin kunlaridan biri bo'ladi. Ichingizdagi iliqlik va shodlik bilan atrofdagilarni ham ruhlantirasiz. Bugun oilangiz va yaqin do'stlaringiz bilan vaqt o'tkazish sizga chinakam zavq bag'ishlaydi. Ularning kulgusi va iliq so'zlari qalbingizga iliqlik ulashadi. Ishdagi jamoaviy muhit esa sizni yanada ilhomlantiradi. Sevgi masalasida ham kun juda samimiy kechadi. Agar munosabatda bo'lsangiz, siz va sherigingiz orasidagi mehr-muhabbat chuqurlashadi. Birga o'tkazgan har bir lahza sizni yanada yaqinlashtiradi. Yolg'iz bo'lsangiz, kutilmagan uchrashuvlar bugun hayotingizni o'zgartirishi mumkin. Sizning ochiqligingiz, samimiyligingiz va muloyimligingiz boshqalarni jalb qiladi. Ishda esa siz o'z mahoratingizni to'liq namoyon etish imkonini topasiz. Yangi vazifalar va mas'uliyatlar sizni rivojlantiradi. Ishdagi muvaffaqiyat esa sizga yanada ko'proq ishonch beradi. Moliyaviy jihatdan ham kun barqaror va yoqimli o'tadi. Zarur bo'lsa o'zingizga yoki yaqinlaringizga kichik sovg'alar qilishdan tortinmaysiz. Kun oxirida siz ichki quvonch va tinchlikni his qilasiz. Bugun boshdan kechirgan har bir lahza sizga yangi imkoniyatlar, kuch va hayotdan zavq olishni o'rgatadi. Tarozi burchi vakillari, bugun sizning kuningiz ajoyib
va yorqin kechadi. Ichki kuchingiz va qat'iyatingiz yordamida hayotingizdagi kichik muammolardan ko'ra katta maqsadlaringizga e'tibor qaratasiz. O'zingiz uchun aniq reja tuzasiz va asta-sekin orzularingizga yaqinlashasiz. Bu uzoq muddatli yondashuv ish va shaxsiy hayotingizda kutilganidan tezroq samara beradi. Sevgi masalasida samimiylik va ochiqlik bugun sizni yanada yaqinlashtiradi. Agar juftingiz bo'lsa, chuqur suhbatlar qilasiz. Bir-biringizni tushunish va qo'llab-quvvatlash imkonini topasiz. Agar yolg'iz bo'lsangiz, bugun sizni kutilmagan uchrashuv kutmoqda. Faqat ochiq bo'ling va o'zingizni namoyon qiling. Ishda esa kuningiz ajoyib o'tadi. Sizning qat'iyatingiz va mahoratingiz boshqalarga namuna bo'ladi. Lekin yangi imkoniyatlarga shoshilmang. Oldingizda aniq reja va sabr talab qilinadi. Moliyaviy jihatdan esa uzoq muddatli rejalaringiz barqarorlikni ta'minlaydi. To'g'ri imkoniyatlarni kutib, kelajakni ishonch bilan qurishingiz mumkin. Kun oxirida esa ichki quvonch va hayotdan zavq olish hissi sizni egallaydi. Siz o'zingizga ishonasiz, kelajakka umid bilan qaraysiz va har bir lahzadan ilhom olasiz. Chayon burji vakillari, bugun sizning kuningiz quvonch va muvaffaqiyat bilan boshlanadi. Sizning tashabbuskorligingiz va energiyangiz har bir ishda o'z natijasini beradi. Qo'lingiz tekkan har bir loyiha muvaffaqiyatga aylanishi mumkin. Bugun o'z imkoniyatlaringizni boy bermang va o'zingizga ishonch bilan harakat qiling. Sevgi masalasida yumshoqlik va samimiylik sizning eng katta qurolingiz. Agar juftingiz bo'lsa, u bilan birga o'tkazgan har bir lahza yanada chuqur va iliq bo'ladi. Agar yolg'iz bo'lsangiz, kutilmagan uchrashuv sizni hayratga solishi mumkin. Sizning ochiqligingiz va samimiyligingiz boshqalarga seziladi va e'tibor tortadi. Ishda esa sizning mehnatkashligingiz va qat'iyatingiz rahbarlarning e'tiborini tortadi. Yangi imkoniyatlar yaqin orada paydo bo'lishi mumkin. Lekin qaror qabul qilishdan oldin maqsadlaringizni aniqlang. Moliyaviy jihatdan esa barqarorlik asta-sekin shakllanmoqda. Sizning tajribangiz va mas'uliyat bilan harakat qilishingiz kutilmagan daromad keltirishi mumkin. Kun oxirida ichki quvonch va hayotdan zavq hissi sizni to'ldiradi. Bugun sizni faqat quvonch kutmoqda. Uni to'liq his eting. Har bir lahzadan bahramand bo'ling va hayotingizni yengil va soddalashtiring. O'qotar burji vakillari, bugun sizni murakkab, lekin umidli kun kutmoqda. Hayotingizda bir qator to'siqlar yuzaga kelishi mumkin, lekin ular sizni maqsadlaringizdan chalg'itmasin. Sabrlilik va vaziyatni to'g'ri anglash bugun eng katta quroldir. Agar siz diqqat bilan harakat qilsangiz, yaqin kelajakda quvonchli o'zgarishlar kutmoqda. Sevgi masalasida kun biroz sinovli bo'ladi. Munosabatlardagi to'siqlar sizni biroz ranjitishi mumkin. Ammo ochiq muloqot va samimiylik muammoni yengishga yordam beradi. Yolg'iz bo'lsangiz, bugun yangi tanishuvlar ko'p ehtimol bilan yuzaga chiqmaydi. Shuning uchun o'zingizni tinchlantirib, vaqtni o'z foydangizga ishlating. Ishda esa sizning maqsadlaringiz va amaliy imkoniyatlar orasidagi farq yaqqol seziladi. Shu sababli bugun katta qarorlar qabul qilmaslik, uzoq muddatli reja tuzish foydali bo'ladi. Sizning qat'iyatingiz va uzoq ko'rish qobiliyatingiz asta-sekin muvaffaqiyat olib keladi. Moliyaviy jihatdan ham sabrli bo'lish va reja tuzish lozim. Tezkor o'zgarishlar kutmang, ammo uzoq muddatli harakatlar ijobiy natija beradi. Kun oxirida esa ichki tinchlikni topish va voqealarga tabiiy ravishda qarash sizga ruhiy yengillik bag'ishlaydi. Bugun siz hayotning oddiy quvonchlarini his qilishingiz mumkin. Ularni to'liq his eting va energiyangizni bekor sarflamang.
Tog' echkisi burji vakillari. Bugun sizning kuningiz energiya va harakat bilan boshlanadi. Siz qat'iyatli, maqsadga yo'naltirilgan holda harakat qilasiz va o'z oldingizga qo'ygan rejalarni amalga oshirishga tayyorsiz. Har bir qadamda o'zingizga ishonch bilan harakat qiling. Bu sizni tez orada ijobiy natijalarga yetaklaydi. Sevgi masalasida kun barqaror va iliq kechadi. Agar munosabatda bo'lsangiz, juftingiz bilan o'tkazgan har bir lahza sizni yanada yaqinlashtiradi va ichki quvonch beradi. Yolg'iz bo'lsangiz, bugun ehtiyotkor bo'ling. Shoshilinch qarorlar noxush natija keltirishi mumkin. Sabrlilik va ehtiyotkorlik sizni qiyinchiliklardan himoya qiladi. Ishda esa sizning qat'iyatingiz va jasoratingiz boshqalar e'tiborini tortadi. Yangi imkoniyatlar yaqin orada ochilishi mumkin. Ammo qaror qabul qilishdan oldin uzoq muddatli maqsadlaringizni aniq belgilang. Moliyaviy jihatdan siz puxta reja tuzib, balansni saqlaysiz. Xavfsizlik va ehtiyotkorlikni birlashtirgan harakatlaringiz kelajakda barqarorlikni ta'minlaydi. Kun oxirida ichki tinchlik va quvonch sizni to'ldiradi. Bugun har bir harakatingiz sizni orzularingizga bir qadam yaqinlashtiradi va kelajakni yanada ishonch bilan kutishingizni ta'minlaydi. Qovg'a burji vakillari. Bugun sizning kuningiz imkoniyatlar va harakat bilan to'la. Ichki sezgingiz va aniqlik hissingiz yordamida hayotingizdagi to'siqlarni aniqlaysiz va ularni yengish uchun qat'iyat bilan qarorlar qabul qilasiz. O'z maqsadlaringizga sodiq qolib, siz kelajagingizni barqaror va muvaffaqiyatli qilish yo'lini tanlaysiz. Sevgi masalasida kun iliq va chuqur bo'ladi. Agar munosabatda bo'lsangiz, juftingiz bilan vaqt o'tkazish sizni yanada yaqinlashtiradi va kelajakka bo'lgan ishonchingizni mustahkamlaydi. Yolg'iz bo'lsangiz, bugun sizning qat'iyatingiz va ochiqligingiz yangi tanishuvlar uchun qulay shart-sharoit yaratadi. Ishda esa siz o'z pozitsiyangizni aniqlab, o'zingizga mos yangi imkoniyatlarga eshik ochishga tayyorsiz. Har bir qaroringiz uzoq muddatli strategiyaga asoslangan va muvaffaqiyatni ta'minlaydi. Moliyaviy jihatdan siz ongli va rejalashtirilgan harakatlar qilasiz. Sizning aqlli yondashuvingiz va resurslarni to'g'ri taqsimlashingiz kelajakda barqarorlikni kafolatlaydi. Kun oxirida esa ichki quvonch va hayajondan zavq olish hissi sizni to'ldiradi. Bugun siz o'z hayotingizni anglab, qarorlaringiz orqali orzularingizga yaqinlashasiz va atrofdagilarga ham foydangizni yetkazasiz. Baliq burji vakillari. Bugun sizning kuningiz kutilmagan voqealar va o'zgarishlar bilan to'la. Ichki ishonchingiz va qat'iyatingiz yordamida o'z yo'lingizni aniqlaysiz va kerakli qarorlarni qabul qilasiz. Sizning mustaqillikka bo'lgan ishtiyoqingiz kuchaygan va yangi tajribalarni sinab ko'rishga tayyorsiz. Sevgi masalasida kun hayajonli va o'zgaruvchan kechadi. Agar juftingiz bo'lsa, siz uni hayratga soladigan kichik sarguzashtlar rejalashtirasiz va munosabatlaringizga yangi hayot baxsh etasiz. Yolg'iz bo'lsangiz, bugun sizning qarorlaringiz mustaqil va yangi tanishuvlar o'rtasida muvozanat topadi. To'g'ri qadamlash sizni haqiqiy sevgi sari yetaklaydi. Ishda esa kun qiyin, ammo samarali. Sizning ijodiy energiyangiz va yangi yondashuvingiz hamkasblaringiz va rahbarlaringiz e'tiborini tortadi. Biroq shoshilinch qarorlar qiyinchiliklar keltirishi mumkin. Sabr va reja muhim. Moliyaviy jihatdan kun barqaror emas, lekin ehtiyotkorlik va rejalashtirish yordamida siz mablag'laringizni mustahkamlaysiz. Keraksiz qarorlardan saqlaning. Imkoniyatlarni puxta tahlil qiling. Kun oxirida ichki energiyangiz va jasoratingiz sizni orzularingiz sari yaqinlashtiradi. Siz o'z yo'lingizni topasiz, muammolarni bosib o'tasiz
va muvaffaqiyat sari qadam tashlaysiz. Azizlar, umid qilamizki, bugungi videomiz sizga hayotingizda to'g'ri qarorlar qabul qilishda yordam beradi. Har birimizning ichki kuchimiz va sabrimiz muvaffaqiyat sari yetaklaydi. Unutmang, o'zgarishlar ba'zan hayotingizni yangi imkoniyatlar bilan to'ldiradi. Agar sizga video yoqqan bo'lsa, like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi bashoratlarda ko'rishguncha omad va quvonch siz bilan birga bo'lsin.